Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ustozlarim bilan ishlagan eng go'zal obyektlardan biri koridordan kira olishda qo'l yuvish joyi granitlardan ishlaganmiz. Chap tomonimizda kira olishda shinamgina chiroylikkina mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz полный tiagadan ishlaganmiz. Italyanskiy ob'ylardan foydalanganmiz. Tepalarida rombiylarni tiagadan o'zimiz ruchnoy yopishtirib chiqqanmiz. Karnizdagi gullarimizga освещение go'zal turishi uchun освещение tushirganmiz. Zaldan chiqishimizda juda ham go'zal holatda qo'limiz полный tiagada ishlaganmiz. Ruchnoy terib chiqqanmiz. Gumbazning ichidagi gullarimizni ham holdan kirganimizda esa go'zalgina shinamgina yana bir oshxonamiz kutib oladi. Pataloqlarimizga особенный chiroyli chiqish uchun oynalar yopishtirilganmiz. Kuxonniy donalariga ham mo'yshe ob'ydan foydalanganmiz. Xudo xolasa inshaalloh mana hovli tomondan kirish holimiz. Bu yerga ham pataloqlarga ham ob'ylar yopishtirganmiz. Hovlimizga kirganimizda xonani keng ko'rsatish uchun katta oynadan foydalanganmiz. O'ng tomondagi xonamiz spanli xonamiz. Sanuzellari ichida pataloqlarimiz ham ob'ydan, italyanskiy ob'ylardan, xudo xolasa gipsokardondan tiagalarda figuralar ishlaganmiz. Bu tomondan ikkinchi etajga chiqib olamiz. Hali lestnitsalarimiz tayyor emas. Lestnitsalarni qo'yganimizdan keyin juda ham go'zal holatga keladi inshaalloh. Lestnitsalarimizga ham baho berib qo'yasizlar. Ukamiz Ne'matulloh juda ham mehnatkash bola, ishchilarimizdan biri. Ikkinchi etajga chiqqanimizda holimiz kutib oladi. Juda ham go'zal holatda. Pataloqlarimizga e'tibor berib qo'yinglar. Yopishtirilgan ob'ylar juda ham go'zal holatda ko'rinib turibdi bu yerda. Holimizga chiqqanimizda ikki tomonga fotoob'ydan foydalanganmiz. Xo'p, balkon tomonimizga ham pataloqlar gipsokardon holatda panorama akfalardan foydalanib juda ham go'zal holatga keltirganmiz. Bu tomonimizda esa spanli xonamiz yoshlar uchun juda ham go'zal holatda ishlaganmiz. Gipsokardondan foydalanganmiz. Gipsokardonlarimizga tiagalar, освещениялар bilan juda ham chiroyli ko'rinishga kelib turibdi. Xudo xolasa baho berib qo'yinglar. Fotoob'ydan foydalanganmiz. Bu tomonimizda ikkinchi etajimizda mehmonxonamiz. Pataloqlarimiz ham skronniy holatda italyanskiy ob'ylardan foydalanganmiz. Xudo xolasa bu ham juda ham go'zal chiqqan. Kamin pechkalar bilan birgalikda. Mehmonxonadan chiqqanimizda ular bolalarning yotoqxonasi, rombiylarimizni ham tiagalardan foydalanganmiz o'zimiz. Bolalarga yoqqan bo'lganligi uchun shu rangdan foydalanganmiz. Bu remontlarimizga 6 oy vaqt ketgan. Inshaalloh baho berib qo'yasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bundan go'zal remontlarni